hozir juda ham ko'p ota-onalarni qilayotgan bitta xatosi bor. Bu bolalarni 3 yoshga kelib nutqi orqada qolishiga olib kelyapti. Masalan, konsultatsiya qilganimda ko'pincha bola bilan muloqot qilaman deb bolaga savol bersam, masalan, isming nima, bu qanaqa rang deb savol bersam, onalari o'rniga javob berishadi, podskaska berishadi. Ularni hayotda ham kuzatsangiz, har doim bolani o'rniga javob berishadi. Bolaga savol berilganda, ko'chada kimdir begonalar yoki qarindoshlari savol berganda, bola uchun ota-ona javob beradi. Bu bolaga imkoniyat bermaslik, ya'ni o'zini ko'rsatishga, o'zini rivojlantirishga, nutqini borligini ko'rsatishga bu imkoniyat bermaslik. Bu narsa masalan kichkina yoshda ona shu narsani qilishga o'rganib qoladi va bola o'zini ustida ishlamasligiga, nutqini rivojlantirmasligiga olib keladi. Bu narsa 3 yoshga kelib bolada nutqi kechikishli bo'lishiga sabab bo'lib qolyapti. Shuning uchun har doim siz bola bilan muloqot qilganda unga shans berishingiz kerak. Savol berdingizmi, javob berishga imkoniyat bering. Agar unda javob uchun hech qanaqa variant bo'lmasa, biz variant beramiz va variantni bola qaytarishi uchun ham imkoniyat beramiz.